Aziz ben tinglovchilar, siz bilan psixoterapevt Xurshid Qalandarov, doktor Xurshid Qalandarov kanali, sog'liq uchun ajratilgan 1 soat Telegram kanalimiz, psixoterapevtik va terapevt Facebook va Instagram kanalimiz, doktor Xurshid Qalandarov YouTube kanalimizni tinglovchilari, Telegram kanalimizga kelib tushgan savol, qanday qilib ko'p uxlab uyquga to'ymaslik haqida savol berganlar. Qanaqa qilib 6-7 soat uxlab uyquga to'yish mumkin? Bu ikkita savolning bir xil boshqa qilib berilishi, bizning uyqu rejimimiz Alloh tomonidan yaratilgan organizm mukammal sistema. Bundagi uyqu rejimi soat kechki 10-11 dan ertalabki 5-6 gacha. Yoshlik paytimizda soat 9-10 dan 7-8 gacha, keyin yosh o'tgandan keyin sal 18-19 yoshga kelgandan keyin 6-7 soatga tushadi. Bu vaqtda rejimda uxlab kelingan paytda yoshligimizda hamma shunaqa bo'ladi. Biz 6-7 soat uxlaymiz, to'yib turamiz. Endi vaqt o'tishi bilan turmush quriladi, hayotda kasb egallanadi va katta ko'pchilik buni uyquni buzilishini oddiy hol deb biladidan har xil kasblar egallaydi. Oila qurilishida, bola katta qilishda bo'ladi. Ayollarda, erkaklarda bo'lsa kechqurungi uyqusizlik bilan ishlaydigan kasblar, ko'p taksi qilganda kechaga ishlaydigan kompaniyalarda ishlab yillar davomida uyqu rejimi buziladi. Uyqu rejimi buzilgandan keyin bir hafta davomida uyqu rejimi buzilsa, bu uyqusizlik deyiladi. Bir haftadan oshiq paytda uyqu rejimining buzilishi bu nevrosteniya. Odamda ko'p jizzakilik paydo bo'ladi. Odam o'zidan o'zi tez jahli chiqadigan shunaqa belgilar bilan belgilanadi. Bir haftadan oshiq davomida uyqu buzilishi, uyqusizlik kelib chiqadigan bo'lsa, bu tushkunlik yoki depressiya deb aytiladi. Bu men 31 yildan beri davolab kelayotgan tushkunlik kasalligi. Bu kasallikda 3 ta narsa. Asosan odam hech narsa xohlamaydi, hech kim bilan muloqot qilgisi kelmaydi. Oilaviy hayotda pasayish kuzatiladi. Bu 3 ta holat bo'lganda odam depressiyaga uchragan bo'ladi. Va depressiya holatida, depressiya holatlarida psixoterapevt yordamiga muhtoj bo'ladi odam. Murojaat qilish kerak psixoterapevtga va bu holatlarni davolab turib, to'g'ri rejimga tushib olib turib, shu to'g'ri rejim bilan butun umr yashash kerak bo'ladi. O'ylashadiki, men oldindan aytganman, uyquni buzilishi bilan yoki uyqusizlik bilan topilgan pul oxiri depressiyaga olib keladi va topilgan pul davolanishga yetmaydi. Buni oldindan aytganman. Bilib qo'yinglar, kim uyqusizlik bilan pul topayotgan bo'lsa, buni oxiri tushkunlik, topilgan pulni sarf xarajat qilish bilan zo'r va tiklanmasa, buning uchun juda katta mablag' talab qilinadigan problemaga uchraysizlar. Shu oddiy narsa, 6-7 soat uxlab yana tiklanib ketish uchun rejim yaxshi bo'lishi kerak. Odam depressiyadan, nevrozdan chiqqan bo'lishi kerak. Sog' salomat bo'linglar, kanalimizga obuna bo'linglar va tarqatinglar.